و shu munosabatga tartiblangan ilmiy va tahqiqiy seminarga kim Afg'oniston turk diasporalari farhangiy va madaniy shaxsiyatlari tarafidan uyushtirilgan marosimga xush kelibsiz deb qadamlaringizga hasanot deymiz. Amir Temur Ko'ragon, Sulton Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek, Mir Alisher Navoiy nasli bo'lib, o'tmishimizni, yo'limizni va niyokonimizni unutmay, ularni yo'lini inshaallohga idoma beramiz. G'urbatda g'arib shodamon bo'lmas emish. El anga shafiq و mehrabon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa ham bulbulg'a tikondek oshiyon bo'lmas emish. Hurmatli mehmonlar, aziz olimlar, ziyolilar va madaniyat ixlosmandlari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugungi ilmiy adabiy anjumanga Amirul Kalom Mir Alisher Navoiy adabiy, siyosiy va ijtimoiy maqomi mavzusidagi majlisga ko'pdan ko'p xush kelibsizlar. Bugun biz Alisher Navoiy faqat shoir sifatida emas, balki davlat arbobi, ijtimoiy mas'ul shaxs va til himoyachisi sifatida yodga olmoqdamiz. Navoiy shunday deydi: tilga xizmat, elga xizmat. Muhojirlik sharoitida bunday anjumanlarni o'tkazish o'zligimizni unutmaslik, madaniy xotirani saqlash va kelajak avlodlarga meros qoldirish demakdir. Alisher Navoiy iymon va aql uyg'unligi haqida shunday degan: ilm va e'tiqod insonni komil qilur. Endi ochilish nutqi bilan madaniy faol injener Ahmad Jovid Kayvon jinoblarini taklif qilamiz. Marhamat. Elni yaxshi yomonidan emag'am, bismillah deygilu qo'ygil qadam. Aziz va qadrli mehmonlar, bilim va donish arboblari, opa-singillar, yosh ulug'lar va Mir Alisher Navoiy shaydolari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Birinchidan har biringizni Amirul Kalom Mir Alisher Navoiyni 585-tavallud yiliga va shu munosabatga tartiblangan ilmiy va tahqiqiy seminarga kim Afg'oniston turk diasporalari farhangiy va madaniy shaxsiyatlari tarafidan uyushtirilgan marosimga xush kelibsiz deb qadamlaringizga hasanot deymiz. O'shandaki hammamizga ochiq va oydindirki, har bir millat o'z madaniyati, tili va farhangi bilan tirik albatta yashaydi. Amirul Kalom Mir Alisher Navoiy tavallud kunining bahonasida qaytadan bir saqf ostida yig'ilib, turk millatining madaniyati, boyligi va bu manzilatga ega bo'lgan va yo'lni tarsim qilganlardan biri Mir Alisher Navoiydir. Uning tavallud yilligi seminarini tajil qilishdan maqsad Amir Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning hayoti haqida qilgan xizmatlari, qo'ygan asorlari va hamda uning ilm tarqatish va donish manbasi bo'lish va insoniyat sultoni va she'r arbobi to'g'risida bo'lib o'tgan bahslar inshaallohga to'plam bo'ladi. Shu shaklda bilimsevar insonlarga qaytadan tarqatiladi. Forsi she'r va asosdan bu yo'lga zahmat chekkanlardan tashakkurli qilib, xususan barnoma sponsori hurmatli Habibulloh Javzjonidan maqola yozgan shaxsiyatlarimizdan bugungi ehtifolga
tashrif buyurgan mutafakkirlarimizdan, opa singillar va inog'alarimizdan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Umid biz turk xalq uchun o'lkadan tashqariga bo'lgan bir o'rnak bo'lsa. Va bu seminardan inshaallohki biz mangu xotira qoldiramiz. Amir Temur Ko'ragon, Sulton Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek, Mir Alisher Navoiy nasli bo'lib, o'tmishimizni, yo'limizni va niyokonimizni unutmay, ularning yo'lini inshaallohki idoma beramiz. Va yaxshi barnomalar qo'lga olib, birlikda, barobarlikda olg'a ketamiz. Va siz aziz qadrli mehmonlarni yana qaytadan bu barnomaga xush kelibsiz deyman. Ustodona Farrixda, Navisindagon, Pujuhishgaron, Gronqar, mehmonان ورجاوند و فرزانه اجازت هید از سوی کمیته تدارک و برگزاری این سمینار علمی و تحقیقی با تقدیم صمیمانه ترین سلام ها و آرزوی سلامتی حضور ارزشمند و پرافتخار همه شما را در این محفل علمی و تحقیقی خوش آمدید و خیر مقدم عرض نماییم. بی تردید اشتراک هدفمند و مسئولانه و اندیشمندانه شما در این همایش باکو نه تنها بر غنای علمی و اعتبار این برنامه می افزاید، بلکه آن را بر رویداد ماندگار در کارنامه فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی جامعه علمی ما مبدل می سازد. حضور شما خود گواه روشنی بر اهمیت جایگاه و ضرورت پرداخت ژرف‌نگرانه و شخصیت چند بودی و میراث عظیم فکری و ادبی امیرالکلام علیشیر نوایی است. ایده و انگیزه و برگزاری این سمینار چند ماه پیش در نشست روز زبان ملی ازبکی با حسن نیت تاجر ملی ما محترم حبیب الله جوزجانی در شهر هامبورگ با جمعی از فرهنگیان و فرهیختگان که جمع شده بودند پیشنهاد اسپانسری گردید. شکل گرفت و این اندیشه با استقبال و همراهی جمعی از فرزانگان و دوستداران میراث حضرت نوایی با حمایت ابتکار و تلاش نویسندگان اهل قلم استاد گلنور بهمن، بانو فرنگیز سوگند، بانو فروزان خلیلیار، جناب سمیر سیحون، غلام نبی حیدری و جناب امین بیگ فاریابی و عبدالله فاریابی و جمع دوستای دیگه که با ما در این برنامه اشتراک داشتن شکل گرفت. جامعه عمل پوشید و به مرحله اجرا رسید. امیدواریم که با برگزاری سمینار نوایی به یک سنت علمی و فرهنگی نیکو و ستوده بدل گردیده و همه ساله در یکی از شهرهای اروپا با مشارکت گسترده پژوهشگران و نهادهای فرهنگی ادامه یابد. مقالاتی که از ارزش و اعتبار علمی و تحقیقی برخوردار باشند پس از طی مراحل بازنگری تایید کمیسیون فرهنگی سمینار همراه با گزارش جامع روند برگزاری این همایش در قالب کتاب مستقل و ارزشمند به 3 زبان رسمی و مهم افغانستان، ترکی، ازبکی، فارسی، دری و پشتو به چاپ و منتشر خواهد شد. شایان ذکر است در این جریان سمینار امروز تنها چکیده شماری از مقالات نویسندگان و پژوهشگران گرامی قرائت می شوند و متن کامل مقالات پس از طی مراحل لازم در مجموعه یاد شده درج خواهد گردید. از توجه و حضور ارزشمند همه شما سپاسگزاریم. برای اشتراک کنندگان سمینار توفیق علمی و فرهنگی را آرزو می نماییم. تشکر از توجه. Hurmatli Javed Kayvondan bir dunyo minnatdorchilik bildiramiz.